Sağlamlıq. Abduri Muhammad Yusuf. Biz Qur'andan mühminlərə şifa və rəhmət buladigan ayətlərni nazil qılımız. Yəni Qur'oni Karim ayətləri dillarga hidayət və şifa, mühminlər üçün rəhmət və yaxşılıqdır. O bəndini Allah Taalaga yaqinlaşdıradigan vasita bo'lib qalmay, yana har qandaq ma'naviy kasalliklarga shifodir. Ayətdəki şifa hər qandaq cismani və mənəvi kasalliklarga bo'ladigan shifoni ko'rsatadi. Chunki Qur'oni Karim hər qandaq kasalga shifo bo'ladigan bo'lib, u jamiyatni isloh qiladigan va shaxslarning dardlariga darmon, mu'minlarga rahmat bo'ladigan ulug' kitobdir. Qisqasi, Qur'oni Karim sog'lomlik dasturidir. Sog'lomlikni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar to'liq ifodalanmay qoladi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga elib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 omilning tangpungliq holatidan iborat. Bu 4 omil bir-biriga bog'lanishliq bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomlikdan ayrila olmaydi. Psixik sog'lomlik tan sog'lomligi bilan zid bog'lanishliq. Albatta bularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrila olmaydi. Odamning barliq o'y-xayollari uning psixik holatidan mustasno emas. Insonning psixik holati yaxshi turug'liq, uning o'y-xayolining nachar bo'lishi hargiz mumkin emas. Ya'ni sizning kallangizdagi fikr-xayolingiz ijobiy bo'lgan holatda sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y-fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehniy ochiqlik, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Badan salbiy o'y-fikrlarni qabul qilganida bo'lsa, uni tushkunlik, o'rinliq, asti tutolmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorli holatlar bilan ifodalaydi. Bir mu'min odam uchun zarur bo'lgan sog'lomlik 5 turlik bo'lib, ular aqida jihatdan sog'lom bo'lish, fikr jihatdan sog'lom bo'lish, axloq jihatdan sog'lom bo'lish, psixik jihatdan sog'lom bo'lish va tanning sog'lom bo'lishidan iborat. Birinchi, aqida jihatdan sog'lom bo'lish. Aqida jihatdan sog'lom bo'lish hammadan muhim bo'lib, aqidasi durust bo'lmagan odamning aql ibodatlari qabul bo'lmaydi. Chunki aqidasi durust bo'lmagan odamning iymoni durust bo'lmaydi. Iymoni durust bo'lmagan odamning amal ibodatlari Alloh taolaning dargohida qabul bo'lmaydi. Alloh faqat taqvodor kishilardan qabul qiladi degan so'z Allohdan qo'rquvchi, amallarning bekor bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ishlardan va gunoh maisatdan saqlang'uchi, Allohga itoat qilg'uchi degan ma'nolarga keladi. Mufassirlar bu oyatdagi muttaqin degan so'zga mushriklikdan saqlang'uchi deb ma'no aytgan. To'g'ri aqidaga ega bo'lish va uni qo'g'dash uchun islom dunyosida birdak e'tirof qilingan ahli sunnat ulamolarining asarlarini o'qish kerak. Ikkinchi, fikr jihatdan sog'lom bo'lish. Fikr jihatdan sog'lom bo'lish islom aqidasiga, islom tasavvuriga va islom tushunchasiga zid keladigan iqimlardan yiroq turish. Yana bir tarafdan aqidasi va fikri sog'lom ulamolarning asarlarini ko'plab o'qib, ma'lumotliq bo'lish bilan bo'ladi. Masalan, zamonimizda bosh ko'targan Qur'onchilar, takfirchilar deganga o'xshash iqimlarning fikrlariga agashmaslik lozim. Uchinchi, axloq jihatdan sog'lom bo'lish. Axloq jihatdan sog'lom bo'lish Alloh taolo harom qilgan ishlardan va barliq gunoh maisatlardan yiroq turish, zina, jazona, saxtapazlik, aldamchilik degandek axloqiy qilmishlarni sodir qilmaslik va o'zini axloqiy Qur'onning ichida muhofazat qilish deganlik bo'lib, buningda taqvolikni yetakchi qilib, aqlni va nafsni Qur'on va hadisning talabiga bo'ysundirish talab qilinadi. Axloq jihatdan sog'lom bo'lmagan kishilar taqvodor mu'minlar qatoridan bo'la olmaydi. Natijada Alloh taolaning rahmatiga va mag'firatiga erisha olmaydi. Aksicha, axloqi go'zal bo'lgan kishilar bu dunyoda Alloh taolaning sevgisiga va yordamiga sazovor bo'lib, oxiratda jannatga loyiq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda musulmon odam go'zal axloqi bilan kecha uxlamay namoz o'qigan va kunduz ro'za tutganning savobiga erisha oladi deb ko'rsatgan. 4. Psixik jihatdan sog'lom bo'lish.
psixik jihatdan sog'lom bo'lish, iymonni kuchaytirish va taqvolikni oshirish bilan qo'lga keladi. Alloh taologa shundaqla yaxshilik, yomonlik, foyda ziyon, xo'shallik va ko'ngilsizlikning Alloh taoloning irodasi ham taqdiri bilan bo'ladiganligiga iymoni bor odam hargizmo psixik kasalga giribdor bo'lmaydi. Chunki u o'tgan ishqa hasrat chekmaydi, kelmagan ishning ortiqcha g'amini yeb o'zini ufratmaydi. Alloh taoloning taqdiriga va taqsimotiga rozi bo'lib, huzur ichida hayot kechirdi. Payg'ambar alayhissalom mu'min odamning bu xislatini maqtab mundaq degan: Mümin adamның işi haqiqatan ajablanishga arziydi. Chunki uning hamma ishi uning uchun yaxshilik bo'lib, bu faqat mümin odamga xos xislatdir. Uningga biror yaxshilik yetsa, Allohga shukr qiladi. Bu uning uchun yaxshi bo'ladi. Biror yomonlik yetsa, sabr qiladi. Bu yanada uning uchun yaxshi bo'ladi. 5. Tanning sog'lom bo'lishi. Tanning sog'lom bo'lishi Alloh taolaning ikki qonuni bo'lib, biri shariat qonuni, yana biri tabiat qonunidir. Shariat qonuniga xiloflik qilguvchilar uning jazosini oxiratda tortadi. Ammo tabiat qonuniga xiloflik qilguvchilar uning jazosini mushu dunyoda tortadi. Alloh taolo shariat qonunini insonlarning ikkala olamlik baxt saodati uchun nozil qilgan bo'lsa, tabiat qonunini uning bu dunyoda baxtlik, huzur, halovatlik turmushga erishish uchun belgilagan. Masalan, kechada uxlab, kunduzi tirikchilik qilish Alloh taolo bekitgan tabiat qonuni bo'lib, uningga rioya qilganlarning ishi g'albilik, teni saq bo'lib davomlashqiniga, uningga xiloflik qilib, oqshimi bak kech uxlab yoki uxlamay, kunduzi uxlaydiganlarning ishi g'albisiz, turmushi barakatsiz o'tganiga, tan saqligi bo'lsa, nacharlashishga qarab yo'l olganiga, to'qliq ustiga zo'rlab yeyishning yoki tamoqlanib bo'libla uxlashning tan saqligiga intayin ziyonliq bo'lganiga o'xshash. Dinimizda tan saqligimizni saqlashga kepillik qiladigan nurg'un yaxshi amallar bor. Agar biz dinimizga izchil amal qiladigan, amal ibodatlarni joyida o'rindaydigan, harom ishlarni qilishdan va haromni yeyishdan yiroq turadigan, dinimiz belgilagan va o'lgimiz Hazrati Muhammad alayhissalom tatbiqlab ko'rsatgan ishlarga rioya qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning yordami bilan barliq ma'naviy va jismoniy kasalliklardan saqlanib qolgan bo'lamiz. Shundaqla har tarafdan sog'lomlik ichida bahuzur hayot kechiramiz. 2021 yili 12 iyul